Hammaga salom, sizlar bilan men Power. Bugungi videoda biz sizlar bilan 10 ta live hackni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, agar siz kliplardan qochayotgan bo'lsangiz, lekin sizni eshitingiz bo'lmasa, oldingizga shunchaki biron bir blok qo'ying va kliplar portlaganda sizning joningiz atigi bitta dona ketadi xolos. Ikkinchisi, agar siz tuyaning ustida bo'lsangiz, hech qaysi mob sizni ura olmaydi. Hattoki vardiyam ham sizni ura olmaydi. Uchinchisi, agar siz asal arning uyasini tagiga gulxan qo'ysangiz, ular tezroq asal tayyorlashni boshlaydi. To'rtinchisi, agar siz gulxanning tagiga somon blok qo'ysangiz, gulxanning tutuni balandroq chiqadi. Beshinchisi, agar siz piglin bilan savdo qilishda birinchi portion uning oldiga esa 6 blok qo'yib, portionni aktiv qilsak, piglin narsalarni juda ham tez tashlaydi. Hammamiz bilamiz, agar biz endermenni ko'ziga qarasak, u bizga hujum qilishni boshlaydi. Lekin biz uning ko'ziga qarab turishda davom etsak, u bizni ura olmaydi. Yettinchisi, bilasizmi, mana bu end kristalga nima deb yozilgan? Bu yerga Minecraft Gaming Company, ya'ni Mojang deb yozilgan. Sakkizinchisi, agar siz suv tagida bo'lgan paytingiz pufaqlaringiz suyib qolsa, kamayib ketsa, shunchaki magmaning ustiga o'tirib oling. Shunda sizning pufaqlaringiz to'la boshlaydi va joningiz ham ketmaydi. To'qqizinchisi, agar skelet o'z tomonidan creeperni o'ldirsa, creeperdan disk tushadi. 10-si, agar siz qo'yning ustiga jeb deb yozsangiz, u doimiy ravishda rangini o'zgartirib turadi. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.